Assalomu alaykum. Maqsadli kundalik YouTube kanaliga xush kelibsiz. Ushbu videomizda biz yangi Django kursimizni boshlamoqdamiz. Bu kursimizda juda ko'p narsalarni ko'rsatib bergani harakat qilmoqchimiz. Kurs rejasi haqida Telegramdagi kanalimizda ozroq ma'lumot berib o'tganmiz. Bu kurs rejasi albatta ChatGPT yordamida tartibga solindi. Unda anchagina narsalarni ushlatishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, ko'pchilikka foydasi tegadigan ko'plab ma'lumotlarni berishni ko'zda tutmoqdamiz. Xo'p, ushbu videomizda esa sizga bu kursimizning ilk kirish videosi va bunda ozroq bo'lsa ham ma'lumot berib o'tiladi. Ya'ni Django arxitekturasi, MTV degan narsalar o'zi nima, monolit, mikroservis degan narsalar o'zi nima, o'shalar haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, demak boshladik. Django MTV bu Model Template View arxitekturasi deyiladi. Xo'sh, ko'raylikchi. Bu MTV Model View Template nima edi? Template arxitekturasi o'zi bu nimalar? Yaxshilab ko'rib olamiz. Xo'p, Django bu MTV Model Template View arxitekturasi asosida ishlovchi web framework. Bilamizki, Django bu Pythonni bizga veb saytlar bilan ishlashga yordam beradigan framework hisoblanadi. Buning yordamida biza o'sha full veb saytni yozib tashlashimiz mumkin ekan. Bu qanday ishlaydi? Bularni bilib olamiz hozir. Birinchi dastlab M so'zi, ya'ni model. O'sha MTVdagi M so'zini ko'rmoqdamiz, ya'ni M harfiga tegishli bo'lgan model degan so'zni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Model ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan bitta komponent desak bo'ladi, bo'lagi hisoblanadi loyihamizda. Bu ORM orqali ma'lumotlarni yaratish, o'qish, yangilash va o'chirishga yordam beradi. Ya'ni model bizaga ma'lumotlar bazasi bilan ishlab beradigan bitta toolimiz ekanda, yordamchimiz ekan. U borib ma'lumotlar bazasidan o'sha ma'lumotlarni yaratishi, o'qishi, yangilashi yoki o'sha ma'lumotni o'chirishi ham mumkin ekan. Quyidagi kodda bizga bunga namuna ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda post degan model yaratibdi, uni title, content, create add degan qiymatlari bor ekan. Ma'lumotimiz shu 3 ta qiymatlarni o'zi saqlab turar ekan. Xo'p, bu modellar qanday yaratilyapti, nimalar bo'lyapti ularda? Bularni hali kelasi darslarimizda yaxshilab ko'rib olamiz. Bu shunchaki namuna edi. Siz shunday qilib modellar yaratasiz hali. Xo'p, keyin template, ya'ni T harfidagi template so'zi. Bu nimani bildiradi? Bu template ma'lumotlarni HTML orqali ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ya'ni nima degani bu o'zi? Biz bilamizki, veb-saytlar HTML dan tashkil topadi. Ya'ni veb-saytning skeleti, uni nima desak ekan, asosi, veb-sayt sahifalarimizning asosi HTML tilida yoziladi va unda asosiy ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Veb-saytda chiqadigan matnlar, ko'p narsalar shu HTML da yoziladi-da. Biz o'sha HTML ga bitta shablon yozib qo'yamiz va bizning ma'lumotlarimiz borib o'sha shablonda terilib ketaveradi. Ya'ni biz 100 qator 100 ta odamning ism familiyasini qo'lda kiritmaymiz-ku, ba'zan olib kelib o'sha HTML ga yozib qo'yadi Django. Biz shunchaki uni qanday tartibda qayerda yozilishini ko'rsatamiz va o'sha yerga ismlar 100 ta odam bo'lsa 100 ta, 1000 ta bo'lsa 1000 ta odamning ismi o'sha sahifaga kelib tushaveradi. Bularni Django o'zi qo'lda yozadi va siz bilgan o'sha for yordamida ishlatishingiz mumkin. Misol uchun mana for hamma biladi, siklni. Keyin bittasi eslatib o'tish yodimdan chiqdi. Bu kurs bizda Python dasturlash tili asoslarini biladiganlar uchun. Bilmasdan turib Django'ni o'rganaman demanglar o'rtoqlar. Shunaqa xato qiladiganlar ko'pda. Biz odatda iogramni communitysida faol bo'lganimcha u yerda ko'p uchrataman. Pythonni hali yaxshilab o'rganmasdan turib, Telegram bot yozishni o'rganaman deb iogramga o'tib ketadiganlar ko'pda. Iltimos o'rtoqlar, sizlar asoslarni bilmasdan turib, nima desam ekan, fundamentni qurmasdan turib uyni qura olmaysizlar, bilamizlar? Poydevor qanchalar mustahkam bo'lsa, uyingiz shunchalar baquvvat, mustahkam bo'lib chiqadi. Ya'ni qulab ketmaydi, ko'proq vaqt tura oladi uyingiz. Demak, bizlar ham poydevorimizni Pythonni yaxshilab o'rganib, keyin bu yoqdagi frameworklarga o'tsak to'g'ri bo'ladi. Demak, for nima, iflar nima, funksiyalar qanday ishlaydi, nima edi, klasslar, OP bo'limlari, o'shalarni yaxshilab o'rganib olsanglar, bu yoqqa keyin bemalol o'tib, qiynalmasdan ishlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda demak bizga HTML sahifamizda o'sha postlarni olib kelib chiqarishni ko'rsatgan ekan bu yerda. Bu namunada buni qanday ishlashi, nimalar yozilgan bularni hali darsimiz mobaynida batafsil ko'rib o'tamiz. Keyingisi V harfidagi view so'zi. Bu nimani bildiradi? View odatda ko'rish degan narsani bildiradi, bilasizlar. Demak, bu view modeli bizga view deganimiz bu model va template o'rtasida. Ya'ni nimani ko'rsatishni, qayerda ko'rsatishni ko'rsatib beradigan narsa desanglar bo'ladi buni. Ya'ni bu bizga yordam beradigan narsasi o'sha modeldan ma'lumotlarni oladigan kod yoziladi bunga. Olib turib HTML sahifaga yo'naltiradi. HTML sahifasiga yo'naltiradi.
uni qanday yuborasiz, qanday nimani olib turib qanday yuborasiz ularni mana shu view yordamida viewlar yozib, xohlasangiz funksiya, xohlasangiz class qilib yozib yo'naltiraverasiz va bular haqida ham batafsil hali darsimiz mobaynida bilib olamiz. Demak, biz tushundikki, nima edi? MTV degan narsamiz yoki odatda biz nima derdi? MVC deb o'rganib qolganimizda Model View Controller degan so'zni hamma eshitgan bo'lsa kerak, o'zi shunaqaroq bo'lardi. No, bu yerda MTV deb aytilgan ekan. MTV Model Template View deb aytilgan ekan. Djangoda shunaqa. Boshqa misol uchun .NET ni ASP.NET degan frameworklar bo'lardi. O'shalarni ham o'rganganman bir paytlari. Ularda nima derdi? MVC deb aytilardi. MVC, ya'ni Model View Controller deyiladi ularda. Bu yerda MTV ekan. Xo'p, xullas, biz ko'rdikki, MTV deganimizda Model Template View degan narsa bor ekan. Modellar bizda ma'lumotlar bazasiga javob beradi. Templatelar HTML sahifalar bilan shablonlariga javob beradi. Bizdagi viewlar esa bu ikkisini bir-biriga bog'lashga javob beradi, bog'lanishiga. Ya'ni misol uchun qaysidir sahifaga tashrif buyurdik veb-saytimizda. O'sha tashrif buyurgan paytimizda Django o'sha tashrif buyurish bo'yicha so'rovni oladi-da, olib turib view ga yuboradi. View oladi-da, view olib turib bazadan ma'lumotlar kerak bo'lsa oladi, keyin shablonga chiqartiradi ma'lumotlarni. Keyin shablon bizga ko'rinadi, foydalanuvchiga yo'naltiriladi. Qisqasi shunaqa jarayonlar bo'lib o'tadi bu yerda. Batafsilroq darslarimiz davomida bilib olasizlar. Ularni qanday ishlashini. Hozir biroz tushunarsizroq bo'lishi mumkin, lekin xavotir olmanglar. Hammasi juda oddiy. Shunchaki asta-sekin o'rganish orqali bularni batafsil bilib olasizlar, qanday ishlatayotganini. Hozircha shu MTV deb nima ekan bu narsa, model nima, template nima, view nima desa, ozroq javob bera oladigan bo'lsangiz bo'ldi. Mana sizlarga shpargalka ko'rsatib qo'yilgan nima ekanligini aytib turibdi o'zi sahifamizda. Xo'p, endi kelinglar bu yog'iga Django'dagi monolit va mikroservis arxitekturasi degan narsa haqida tushunib olsak. Bular o'zi nima ekan? Bu unaqa qo'rqinchli narsa emas o'rtoqlar, xavotir olmang. Nomi sal dahshatli tuyulishi mumkin, lekin hammasi oddiy narsa. Xo'p, monolit arxitektura va mikroservis arxitektura deganlar o'zi nima ekan? Monolit degani bu barcha komponentlar bitta tizim sifatida ishlaydi, Django loyihasi bitta yirik tizim sifatida ishlaydi. Barcha komponentlar bir-biri bilan bog'liq va bitta kod bazada saqlanadi deb izoh qoldirilgan ekan. Xo'p, o'zi bu yerda nima deyilyapti? Keling, mana buni ko'ramiz. Bu nima? Bu bizga matn ko'rinishida tasvirlangan papka tuzilmasi, ya'ni loyihani tuzilmasi. Bu yerda papkalar, package-lar, fayllarni ko'rishingiz mumkin bu yerda. Demak, mana bu My Project. Bu asosiy loyiha papkasi, ya'ni asosiy papka bu. Mana shu loyihaning papkasi. Mana shu ichida loyihaning fayllari turibdi. ManagePy bu bizada boshqaruvchi fayl hisoblanadi. Ya'ni o'sha misol uchun loyihamizni ishga tushirish, misol uchun migratsiya buyruqlarini yuborish, xullas ko'p buyruqlar mana shu ManagePy orqali boshqariladi, yuboriladi. Xo'p, keyin mana bu yerda My Project degan yana bitta papkani ko'rishimiz mumkin. Bu loyihani asosiy ildiz papkasi hisoblanadi. Ildizi. Loyihani ildizi. Bu yerda loyihaning sozlamalari, URLlarning asosi shu yerda keltiriladi va qo'shimcha server bilan aloqalar, ESG serverlar bilan, VSG serverlar bilan bu aloqalar shu yerdan qilinadi. Ildiz loyihamizda ildizida qilinadi bu narsalar. Bular haqida ham hali batafsil gaplashamiz. Mana shu settings faylda nima bor o'zi, URL nima qiladi, bularni hali batafsil gaplashib o'tamiz. Mana bu yerda app1 va app2 ni ko'rishimiz mumkin. Bu loyihamizning komponentlari, bular ham, ya'ni bu yerda loyihamizning qismlarini ko'rishingiz mumkin. App1 degan loyihaning qaysidir qismiga javob beradi. Uzr, boshqasiga o'tib ketdim, ustiga bosib. Xo'p, app1 degan loyihaning qaysidir qismiga javob beradi. Misol uchun bu siz qanaqadir kunuzli sahifasini qilayotgan bo'lsangiz, bu yangiliklarga, masalan, bu o'zimizning yangiliklarga, bunisi jahon yangiliklariga javob berishi mumkin. Xullas, bilmadim. Har xil bo'laklarga bo'lishi mumkin loyihangizni. Xullas, loyihangizni bo'laklar deb faraz qilsangiz bo'ladi. Bu yerda monolit o'zi nima desangizda, monolit bu yerda aytilayotgan narsa mana shu hammasini bitta loyihaga jamlab turishimiz monolit arxitektura deb aytilar ekan. Ya'ni bitta papkaning ichida hamma narsani jamlab qo'yganmiz. Bular monolit arxitektura bo'lmoqda. Endi mikroservis arxitektura bu nima o'zi? Mikro xizmat debdi. Mikroservis bilan xizmat degani o'zi bitta ma'noda. Servis chetdan kirib kelgan, xizmat degan o'zimiznikida. Shunga chalkashtirmaysizlar. Bu ham mikro xizmat, mikroservis bitta narsa hisoblanadi. Xo'p, har bir xizmat alohida API orqali bog'lanadi. Django REST Framework DRF yordamida API'lar yaratish mumkin deb izoh qoldirilgan bu yerda. Xo'p, keling batafsilroq tushunib olamiz.
Mikro xizmat arxitekturasi o'zi nima degan? Boya biza hamma narsani bitta papkani ichiga jamlab, bitta loyihamizda bog'lagan bo'lsak, endi bu yerda alohida loyihalar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita loyiha turibdi. Ikkita Django loyihasi. Aus service degani bu aus xizmati. Bu yerda nima bo'lar ekan? Bu yerda bizada foydalanuvchimiz nima edi? Autentifikatsiyadan o'tar ekan. Ya'ni misol uchun bitta saytga kiryapsiz, uni login, sign out degan narsalar bo'ladi, bilasizlar? Ya'ni ro'yxatdan o'tish, kirish degan narsalar. O'shalarni mana shu xizmatga yuklabdi. O'sha xizmatlarga, o'sha komponentlarga mana shu servisimiz javob berar ekan. O'z servis degan loyihasi. Bu yerda nima chiqariladi? Bu yerda API tayyorlangan ko'rishingiz mumkin. Serializers degan narsa turibdi. Bu yerda API tayyorlanmoqda. API nima? API bu nima desa ekan? Misol uchun bitta URLga javob berasiz va u sizga qanaqadir ma'lumotlarni qaytaradi. Mana shu APIlar hisoblanadi odatda, ya'ni qisqacha qilib tushuntirganda shu URLga so'rovlar yuborib, qanaqadir natijalarni olib, keyin o'zimizning saytimizda foydalanamiz. Bu yerda API bizga o'sha ma'lumotlarni olib kelishda yordam beradi. Xullas bu API o'zi nima, Django REST Framework nima, ular haqida ham bu kursimiz mobaynida ma'lumot olasiz albatta, qolib ketmaydi, xavotir olmanglar. Oxirida o'sha anchasi o'rganganimizdan keyin albatta Django REST Frameworkni ham o'rganamiz. Mana shu microservice arxitekturasini amaliyotda qo'llab ko'rish uchun albatta buni ham o'rganamiz. Hozircha bu yerda bu nima qilyapti desangizlar, API degani mana bu aus service bilan mana bu yerdagi block service deganlarni bir-biriga bog'lashga yordam bermoqda. Ikkisini o'rtasida turadigan yo'l bo'lib bermoqda API degani. Buncha qarasak, bular ikkisi alohida loyihada, alohida Django loyihasi, bularning o'rtasiga ko'prikda o'sha API arxitekturasi bizga API degan texnologiya bu ikkisini bir-biriga bog'lashga yordam bermoqda. Blok servis esa bu yerda demak o'zini bloklarni chiqarmoqda va bu ham endi qaysidir loyihalarga API orqali bog'lanib ketirilishi mumkin. Xolos, API bu juda bir zo'r narsa. Misol uchun kimnidir yozgan loyihasiga bemalol ulanib, undan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi va u sizga ham xizmat ko'rsatadi, servis bo'lib bera oladi. Xolos, APIlar haqida gaplashsak, yana ko'p narsa bor. Qisqacha microservis degan arxitektura bu shunaqa ishlaydi. Uni bir necha loyihalardan iborat qilib, bir nechta serverlarga, alohida serverlarga joylab tashlab, bitta loyihangizni ichida birlashtirishingiz mumkin. Bu bizda microservis arxitektura hisoblanadi. O'ylaymanki tushuntirib bera oladim. Monolit bilan microservis deganlarimiz shunaqa tuzilishga ega bo'ladi. Bu yoqda nimalar yozilibdi? Mikro xizmatlar API orqali bog'lanadi. Masalan, deb mana misol ham keltirilgan request degan kutubxona bor. Bu o'sha web orqali HTTP so'rovlarni yuborishga yordam beradi bizga. Endi siz qanday chiqishingizga bog'liq, qanday yerdan ishlatyapsiz, o'shalarga bog'liq. Misol uchun loyihangiz HTTPS, ya'ni sertifikatga ega bo'lib turib, o'sha xotda ishlatgan bo'lsa, albatta HTTPS bo'yicha ham murojaat qila olasiz. Xullas, bu yog'i sal maydaroq tushuntirishlar kerak bo'ladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mana bu yerda bitta manzil bor ekan. Mana shu manzilga get requestini yubormoqda, ya'ni get metodi bilan so'rov yubormoqda. Tushuntirishlarim biroz qiynab qo'ygan bo'lishi mumkin, majlis bo'layotgan bo'lishi mumkin yangizda. Ya'ni nima dedi hozir deb tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Qisqacha aytsam, mana bu URLga so'rov yuboryapmiz, mana shu manzilga so'rov yuborib, ma'lumot olyapmiz. Autentifikatsiyani o'tayotgan ekan hozir bu yerda. Xullas, mana shunaqa narsalar bo'ladi hali bog'lanishlarda. Bunaqa bog'lanish shart emas, har doim mana shu yo'l bilan bog'lanilmaydi. Buni ham har xil yo'llari bor so'rovlarga yuborish bo'yicha. APIlarga so'rov yuborish ham bizda hali ko'rsatib beriladigan darslarimizdan bir qismini bo'la oladi. Xullas, ko'rasizlar hali bu qanday ishlaydi, buni ham hali yaxshilab tushuntirib beramiz. Xo'p. Demak, bu qisqasi API ga bog'lanish kodiga namuna ekan. Buni ham bir necha xil usullari bor. Bu yoqda yana bitta eslatma, Django monolit va microservisni bitta takrorlab o'taylik deyapti. Monolit odatda oddiy loyihalar uchun qulay, ishlashi oson. Ya'ni, misol uchun oddiy loyiha yozyapsiz, oddiy loyiha, misol uchun sizning portfoliongiz yoki sizning shaxsiy blogingiz uchun loyiha qilmoqdasiz va bular oddiy loyiha bo'lib, misol uchun oddiy loyiha bo'lishi mumkin. Monolit arxitekturasidan foydalansangiz sizga qulayroq bo'ladi. Uni alohida API qilib o'tirish sizga nimaga ishingizni ko'paytiradi shunchaki. Oddiy loyihami, demak, monolit arxitekturadan foydalaning. Bitta loyihaning ichida hamma ishni bitiring, o'zingizga yengil bo'ladi, ortiqcha bosh og'riq bo'lmaydi. Xo'p, mikro xizmat qachon kerak bo'ladi? Bu katta tizimlar uchun mos bo'ladi. Katta tizimlar. Xizmatlar mustaqil ishlaydi. Ya'ni, alohida serverlarga qo'yib tashlab, bemalol o'tirasiz. Nima desam ekan? Misol uchun katta xizmat deganda nima bo'lishi mumkin desangizlar, katta xizmatlar, misol uchun
juda ko'p bir narsalarga o'z ichiga olib ketadi-da. Ko'p narsalar bo'ladi juda. Misol uchun sotuvga oid bo'lgan qanaqadir do'konlar bo'lishi mumkin, katta bir bo'limlarga bo'linib ketganmi, xolos bilmadim. Har xil xizmatlar bor. Aytaylik, Facebook, Instagram, YouTube'larni bilasizlar, ular juda katta. Hamma narsani bitta monolit arxitektura bilan qiladigan bo'lsa, ularga juda kattalashib ketadi. Komponentlar ichidan qidirib o'tishga to'g'ri keladi. Undan ko'ra uni mikro xizmatlarga bo'lib tashlang va ishingiz osonlashadi. Kerakli komponentga tezroq borib, o'sha nima ekan. Xullas, qaysidir tarafdan olib qaraganda mikro xizmat o'shanaqa YouTube kabi katta loyihalarda ancha yaxshi arxitektura bo'lib bera oladi. Ancha yaxshi tanlov bo'la oladi. Monolit va mikro xizmatlarning afzalliklari haqida ham hali bular haqida alohida to'xtalgan paytimiz bo'ladi. Alohida to'xtaladigan paytimiz bo'ladi. O'sha paytda amaliyotda qolgan paytimizda bularni qachon ishlatish kerakligini yaxshilab tushuna olasiz. Hamma narsani yaxshilab tushunish qachon bo'ladi? Yaxshilab tushunish bu amaliyotda qo'llash orqali ma'lum bo'ladi. O'shandagina yaxshilab tushunib olasizlar amaliyotda qo'llaganimizda. O'shani ham tushunmay qolsangizlar, unda biz hali maqsadli kundalik Telegram kanalimizda ham ora-orada jonli efirlar o'tkazib turamiz. Ba'zida o'sha YouTube'da ham jonli efir qilamiz. O'sha paytda amaliyotlar qilamiz va tushunmagan narsangiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol o'sha paytlarda so'rasangizlar bo'ladi. Hali rejalarimiz ko'p, sizni ko'p amaliyotlar, ko'p video darslar kutib turibdi. Bu Django kursining kirish videosi edi. Imkon qadar ba'zi mayda-mayda ma'lumotlarni berib o'tdim. Yuzaki tushuntirib berishga harakat qildim. Keyingi videolarimizda asta-sekin kod yozishga o'tib, o'sha Djangoni asta-sekin o'rganishni boshlaymiz. Kursimizga yana bir bor xush kelibsizlar. Kuzatishda davom etinglar.